Assalomu alaykum o'quvchilar. Video darslarimizni davom ettiramiz. Bu videoda regular expressiondagi anchors degan narsani, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilganda langarlar degan narsani o'rganamiz. Langar degan narsa mana bu belgidan iborat bo'ladi. Bu bitta langar, keyin mana bu dollar belgisi, bu ham bitta langar. Xo'p, bulardan maqsad nima? Bular nimani anglatadi desak, hop, pattern yasash uchun expression deya olaylik. Xo'p, agarki biz deylik, bundan oldin bizda string bo'lsa, mana bu yerga yozaylik. Hop, stringimiz bor. Shu yerda mana shu hello privet degan stringimiz bor. Endi biz tekshirmoqchi bo'lsak, stringimiz hello degan so'zdan boshlanganmi, yo'qmi? Shuni tekshirmoqchi bo'lsak, test qilmoqchi bo'lsak yoki match qilmoqchi bo'lsak, ko'pincha bu endi test qilib ishlatiladi. Stringimizni bilmoqchimiz, birinchi boshlanishi hello degan so'zdan boshlanadimi, yo'qmi? Ya'ni hellodan oldin hech qanday so'z yo'qmi? Shunday hello bilan boshlanadimi? Ana shunday holatda mana bu belgini qo'yamiz. Shu caret langarini qo'yamiz. Keyin hello degan so'zni olamizda bu yerga qo'yamiz. Hop, keyin test qilishimiz kerak. Test deymizda, stringni beramiz. Xo'p, shunda nima bo'ladi desalaring, test keladi, regular expressionda o'qiydi. Xo'p, regular expression nima deyapti? Mana bu string deyapti. Boshi hello degan so'z bilan boshlanishi kerak deyapti. Chunki mana bu belgi turibdi. Undan oldin hech qanday so'z bo'lmasligi kerak. Mana shunday boshlanishi kerak deyapti. Tekshirib ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, true chiqyapti. Agarki men shu yerga hozir bo'sh string qilib ko'raychi, bo'sh string qilganda ham ishlamasligi kerak. Chunki baribir bo'sh string bor o'rtada. Mana false beryapti, ko'ryapsizlar? Yoki shu hello dan oldin salom deb yozib ko'raman. Mana ko'ryapsizlar, false beryapti. Ya'ni chunki tekshiryapti, stringni olyapti. String hello degan so'zdan boshlanganmi, yo'qmi? Yo'q, boshlamagan. Birdan nima qaytarib yuboryapti? False qaytarib yuboryapti. Endi ikkinchi belgi, dollar belgisi. Xo'p, dollar belgisi, dollar sign bu nimani anglatadi? Dollar sign shuni anglatadiki, tekshirayotgan stringimiz deydi. String eng oxirida mana shu bilan tugasin deydi. Mana shu hello degan so'zni berib qo'ygan bo'lsam, shuni tekshiradi. Ya, bola bo'ldi. Xo'p, mana shu dollar belgisini qo'ysak, boyagi aytganimdek, stringimiz oxiri hello degan so'z bilan tugagan bo'lishi kerak. Ya'ni dollardan bu yog'iga qaraydi-da. Dollardan bu yog'ida nima turgan bo'lsa, demak shu bilan tugashi kerak ekan degan xulosaga keladi. Tekshiradi, ko'ryapti. Oxirida hello bilan tugayaptimi? Yo'q, tugamagan. O'shaning uchun false qaytaradi bu yerda. Agarki biz bu yerda hello ni qo'ysak, mana endi true qaytaradi. Demak, tushunarli-a? Xo'p, mana bu caret belgisi bu shu bilan boshlanishini tekshiradi. Dollar belgisi shu bilan tugashini tekshiradi. Endi yana bir narsani aytmoqchiman. Hozir men sizlarga hello so'zi bilan o'rgatsam, sizlar yana noto'g'ri tushunmanglar. Shu so'zdan iborat bo'lishi mumkin ekan. Любой pattern so'z bo'lishi ham shart emas. Masalan, aytsalaringki, oxiri raqam bilan tugaydigan bo'lsin, 0 dan 9 gacha bo'lgan raqam demoqchi bo'lsang, mana bunday qilib d qo'ysalaring ham bo'ladi. Shunda tekshiradi. Eng oxirgi bu belgini bilamiz. Bu degani bitta raqamni anglatadi. Agar ikkita raqam bilan tugaydigan bo'lsin oxiri desalang, ikkita d ni qo'yasizlar. Buni tushunasizlar endi. Mana shunday qo'ysak, nima qiladi? Dollar signni ko'radi. Xo'p, demak, tugashiga qarashim kerak ekan deydi. Xo'p, tugashida oxirida nima bilan tugashi kerak ekan deydi. Dollardan oldingi patternga qaraydi. Bu pattern nima deyapti? Ikkita raqam bo'lsin deyapti. Shunda tekshiradi. Agar oxirida mana ikkita raqam bilan tugagan bo'lsa, true qaytaradi. Dollar tashlaylik. Nima xato qildik? Test. Nimani xato qildik? Str yozdik. Console log regular expression yozdik.
before cannot access etc. before installation. Nega storini yaratganmiz-ku. Hozir ko'ramiz. Xo'p, ishlab ketdi. Tushundilaring-a? Demak, o'sha patternga qaraydi. U so'z bo'lishi ham mumkin yoki pattern bo'lishi ham mumkin. Xuddi shunday, mana bu nima ham shunaqa. Caret qo'ysak ham, caret belgisini qo'ysak ham, u ham xuddi shunday. Demak, boshlanishi kerak deydi. Keyin bu yoqdagi patternga qaraydi. Nima bilan boshlanishi kerak? Ikkita raqam bilan boshlanishi kerak ekan deydi-da. Shunday qilib tekshiradi. Xo'p, bu belgilar mana shu ikkita o'rgatganim regular expressionda juda ko'p qo'l keladigan narsa, ko'p ishlatiladigan narsa. Topshiriqlardan beraman. Hali kelajakda murakkab joylariga kelganimizda buni ko'p ishlatamiz. O'zlaring ham bilasizlar. Bitta misolini ko'rsatib ketmoqchiman. Shu qanday ishlatilishi mana JavaScript infoda ko'rsatilgan misol bor mana bu yerda. Xo'p, nima deyaptiki? Aytayaptiki, biz matn kiritilganda deyapti. Shunday bo'lsinki deyapti, matnning formati deyapti. Vaqt formatida bo'lsin. Ya'ni ikkita raqam, keyin shunaqa string bo'lsin-da. Ikkita raqam, keyin nuqta, keyin ikkita raqam. Mana shunaqa formatda bo'lishini tekshirishimiz kerak deyapti. Stringimizda. Va faqat shundan iborat bo'lsin. Faqat shundan iborat bo'lsin. Boshqa hech narsa bo'lmasin u yerda deyapti. Shuni tekshirishimiz kerak. Qanday tekshiramiz? Deganda ana shu yerda mana bizga caret bilan o'sha $sign foyda berishi mumkin. Chunki biz nima qilib yozamiz? Mana shu formatni shunday yozib qo'yishimiz mumkin. Buni albatta raqam deganiga o'sha ddlarni ishlatamizda, o'rtaga nuqta qo'yamizda, aytamizki, boshi ham shunday bo'lsin, oxiri ham shunday bo'lsin deyishimiz mumkin. Ya'ni bu degani mana hozir aniqroq tushunasizlar. Bunday qilib, bunday belgi qo'yamizda, keyin yana d. Ya'ni shunday pattern qo'yapmizki, oxiriga dollar qo'yaylik. Tekstni tekshir deymiz. Boshi deymizda, boshlanishi mana shu pattern bilan boshlansin. Ya'ni bu degani boshidanoq ikkita raqam, keyin nuqta, ikkita raqam bo'lsin. Va keyin aytayapmiz, oxiri ham deyapmiz, mana shu pattern bilan tugasin. Bu bilan biz chegaralayapmiz. Bu patterndan boshqa matn kiritsa, u xato chiqadi shunda. Tekshirib ko'rsak bo'ladi. Hozir true chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, true chiqdi. Endi shu yerga masalan, shuna orqasidan masalan yoki buni mana 12:00 qilib qo'ysam ham true chiqaveradi. Chunki boshlanishi birdan boshlanyapti. Shu pattern, ya'ni ikkita dd, ikkita nuqta dd va tugashi ham xuddi shunday tugayapti. Mana run qilsak, to'g'ri chiqaveradi. Lekin agar bu yerda biz mana shu yerga dollarni ham qo'ymasak bo'lmaydi. Sababi keyin orqasidan masalan soat deb yozib qo'yadigan bo'lsak ham, bu ham true chiqaveradi. Chunki sababi nima? Sababi pattern to'g'rida boshlanishi mana shunaqa pattern bilan boshlandi. Muhimi shu, caret faqat boshlanishga e'tibor beradi. Lekin biz aytmoqchi bo'lsak-ki, chegaralamoqchimiz, boshqa hech narsa bo'lmasin demoqchi bo'lsak, o'shanda $signni ishlatamizki, aytamiz $sign ishlatib, tugashi ham shunday tugasin. Ya'ni bundan boshqa narsa bo'lmasin deb imkon qoldirmaymiz-da. Boshlansa ham shunday boshlansin, tugashi ham shunday boshlansin desak, boshqacha bo'lishga imkon qolmaydi. Mana shunaqa endi imkon qolmaydi. Mana endi buni orqasidan soat deb yozadigan bo'lsam, $sign ko'radi. dd bilan tugagani yo'q, false qaytarib yuboradi. Hop. Demak, mana shunaqa misollar. Mana bitta hozir bu yerda JavaScript infodagini olib ko'rsatayotganim, realniy ishlatilishi mumkin bo'lgan, foyda keltirishi mumkin bo'lgan bir misol berilgan bu yerda. Shuni misol qilib ko'rsatdim. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, o'sha boyagi aytganimdek, ko'p ishlatiladigan belgilardan biri regular expressionlarda bilish majburiy bo'lgan narsalardan biri. Caret bu patternni shu pattern bilan boshlanish kerakligini tekshiradi. $sign esa o'zidan oldingi pattern bilan stringimiz tugashi kerakligini anglatadi. Shu qisqacha.